Bazalt keng tarqalgan mineral tog' jinsi hisoblanadi. O'zbekistonda ham bazalt konlari ko'p. Yevropa uchun eng asosiy omil mahsulotning ekologik jihatdan tozaligidir. Bu yerda esa Чистый продукт. Экологичность, да. O'zbekistonda bu jihatni qadrlashmay, toshni eritamiz, toshdan tayyor tola chiqadi. Bo'ldi, bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Shuning uchun bazalt aynan ekologik toza mahsulotlar qatoriga kiradi. Qayerda ishlatiladi? Yo'llar, ko'priklar, qurilish, poydevorlar, aerokosmik soha va dizayn yo'nalishlarida. Dizayне. Juda yengil ekan. Metall armaturadan 8 baravar yengil. Металлическая арматура. Shu bilan birga qattiq va mustahkam. Biznikiga o'xshash zavod Markaziy Osiyoda faqat bitta. Центральной Азии. Bazalt tog' jinsi bo'lib, vulqon natijasida paydo bo'lgan. Oddiy qilib aytganda, sovigan magma hisoblanadi. Demak, vulqon qa'ridan magma otilib chiqib, yer yuzasiga yoyilgan va sovigan. Sovish jarayonida shunday holat yuz beradiki, yerda mavjud bo'lgan ayrim minerallar, yana boshqa unsurlar o'sha tarkibga qo'shiladi va noyob aralashma hosil bo'ladi. Bu aynan bazalt hisoblanadi. Demak, juda qadim zamonlarda bu yerda vulqon bo'lgan. Ehtimol, Balki bitta katta vulqon bo'lgandir. balki bitta bo'lgandir, aniq ayta olmayman. Lekin o'ylashimcha, yer yuzasining shakllanishi, tog' hosil bo'lish jarayonlari ta'sirida qayerdadir pastlik, qayerdadir balandlik yuzaga kelgan. Shu sababli magma harakatga kelib, siljigan. Natijada vulqon otilgan va undan magma otilib chiqqan. Yer yuzida bunday konlar juda ko'p. Aytgancha, bazalt juda keng tarqalgan mineral. Очень распространенный минерал. O'zbekistonda ham bazalt konlari yetarlicha. Masalan, Jizzax viloyatidagi namuna ham kimyoviy, ham tarkibiy jihatdan eng maqbuli bo'lgan. По химическому и по Shu минералогическому. boisdan ham sanoat majmuamizni aynan shu yerda qurishga qaror qilganmiz. Именно здесь. Вот это наш промышленный комплекс. Bazalt qayerda ishlatiladi? Yo'llar, qurilish, Yo'llar, ko'priklar, qurilish, poydevorlar, aerokosmik soha, dizayn yo'nalishlarida bazaltdan, bazalt tolalaridan foydalaniladi. Furnitura, mebel jihozlari yasaladi. demak, ko'p funksiyali mahsulot. Hamma joyda ishlatsa bo'ladi. Biz tola ishlab chiqaramiz. Toladan esa boshqa mahsulotlar tayyorlaymiz. Kelgusi yili mato ishlab chiqarish zavodini ishga tushiramiz. Mato va gazlamalarni barcha sohalarda, kemasozlik, dizayn va qurilishda ishlatish mumkin. Там, дизайн, строительство. Большая территория. Necha gektar? 47 gektar. На сегодняшний день Hozirgi kunda ishlab turgani shuncha. Mana bu yerda qo'shimcha zavod quriladi. ну, я думаю, Menimcha, hudud yanada kengaysa kerak. ну, на самом деле, Aslida biz qurgan eng birinchi, asosiy va bosh majmua mana shu. Ro'yin ishlab chiqarish majmuasidir. O'zbekistonda 70-yillarda va 90-yillar boshida aynan bazalt tolalari ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi bo'lishgan. Lekin buning uddasidan chiqa olishmagan. Keyin esa biz bu yerda zavod ochdik. Sovet ittifoqi davridan qolgan normativlar, standartlar, reglamentlar bor. Lekin hozir loyihachilarni o'zimiz o'qityapmiz. Loyihalar, reglamentlar. Bu materiallardan qanday foydalanish bo'yicha yo'riqnomalarni o'zimiz tayyorlayapmiz. Эти наши материалы. В 2019 году мы хотя 17 19-yilda bu yagona majmua edi. Bu yerga prezidentimiz Shavkat Miromonovich tashrif buyurgan. наш президент Шавкат Миронович сказал, что Xalq xo'jaligi uchun juda muhim, dedilar. хозяйство. Вот сейчас видите, Mana hozir ko'rib turganingizdek, xromli roving ishlab chiqaryapmiz, quvur tayyorlayapmiz. Bu yerda esa har xil to'rlar yasaymiz. Kattalardan tortib mana shunday kichiklargacha. shu bırakılayapız. Камень будет. Agar uni qo'shsangiz, yana tosh bo'lib qoladi. Камень будет. Прочный. Да. Bu yerda 1 millimetrga qalin,
U yerda esa iplari ingichka bo'ladi. Еще нити будет juda ichga bo'ladi. O'sha ichga ipdan naridan yangi zavod будет. Demak, ishlab chiqarish kengaymoqda, qurilish qilyapsizlar. U yerda ham qurilish bo'lyapti. Shundan keyin bo'ladi. Bu birinchi, u ikkinchi zavod. U narida uchinchi o'shani metr это. Bu yerda quvurlar ishlab chiqariladimi? Bu yerda quvurlar yasaladi. U yerda esa paxta bor ekan. U yerda nafaqat paxtaning o'zi, shu toshdan paxta ishlab chiqaramiz. Toshdan tola tayyorlaymiz. Smalani Rossiyadan olib kelamiz. 8-9 kuni to'xtovsiz ishlaydi. Без конца идет. Bu yerda bizda rowing, ya'ni bazalt tolasi ishlab chiqariladi. Bu innovatsion ishlab chiqarish, chunki uni deyarli 100 yil avval, aniqrog'i 1960-yillarda ishlab chiqarishga harakat qila boshlashgan. Rowing bu qayta ishlangan bazalt xom ashyosi. Наше базальтовое сырье. Karyerlar bu yerdan atigi 7-8 kilometr narida joylashgan. Biz xom ashyoni maydalash zavodiga olib boramiz. Undan shag'al tayyorlaymiz. Bazalt shag'ali bazalt tola ishlab chiqarish asosi hisoblanadi. Bizga tayyor xom ashyo, ya'ni konlardan katta toshlar va xarsanglar ko'rinishida olib kelinib, qayta ishlangan shag'al yetkazib beriladi. Keyin esa bevosita qayta ishlanadi. Переработано в щебень. И щебень подвозится сюда для непосредственно его переработки. Hozir toshlar uzatuvchi uskunaga yetkazib berilyapti. Bu uzatuvchi bunkermi? Xuddi shunday. Bizga kelgan shag'al shu yerga yuklanadi va saralash jarayoni boshlanadi. Bu yerda uni yuvish, har xil changsimon zarrachalardan tozalash jarayoni kechadi. Shundan so'ng mahsulot ko'z bilan saralanadi. Bizning xodimlar toshlarning qaysi biri ishlab chiqarishga mos kelishini, qaysilari mos kelmasligini bir qarashda bilishadi. Buni qanday aniqlash mumkin? Mana bu dog'larni ko'ryapsizmi? Mana qarang. Bularning hammasi sifatga ta'sir qiladi. Ularni olib tashlashadi. Hozirda uzatish jarayoni ketmoqda. Bu yerda tajribali yigitlar ishlaydi. Ular tarkibda nima borligini, begona zarralarni ko'z bilan aniqlab olishadi. Toshlar uzatib beriladi. Bu yerda esa quritish jarayoni bo'ladi. Bu yerda yuviladi. Ular nam holatda uzatiladi. Keyin esa quritiladi va uskunaga yetkazib beriladi. Сушильная потом подается сюда, происходит процесс. И это все камни потихоньку подаются, загружаются в Butun texnologik jarayon to'liq kompyuterlashtirilgan va doimiy nazorat ostida. Suv va shag'al uzatish jarayonlarining hammasi. Bu yerda tosh eritish pechlari joylashgan. Harorat juda yuqori. Deyarli 1,5 ming darajaga yaqin. Demak, lavani qayta erityapmizmi? Yana lavaga aylantiryapmiz. Keyin ana shu pechlardan yuqoridagi uzatish tizimiga, bunkerga yuklanadi. Загрузка бункера. Ular har bir pechga doimiy ravishda uzatib turiladi. Bu boshqaruv funksiyasi nazorati ostida bo'ladi. Operator ishlaydi, to'g'rimi? Bularning hammasi gazda ishlaydimi? Birinchi navbatda gazda. Bizda gaz bilan muammo bor. Bu jarayonni ko'mir bilan davom ettira olasizmi? Ko'mir bilan yo'q. Lekin bizda qizdirish mumkin bo'lgan elektr elementlar bor. Bu elementlar maxsus qurilma bilan qizdiriladi. Специальное устройство. Филер называется. U yerdan ular erib chiqadi va tayyor iplar chiqib keladi. Через это остужается. Ну, короче, сделано так, что получаем уже готовые нити, и они Siz uni keyin biror narsa bilan aralashtirasizmi? Yo'q, toshning o'zi katta harorat ostida eriydi. Keyin filtrdan uzun ip kelib chiqadi. Keyin iplar birga yig'iladi. Получается нам вот это вот непрерывное вот волокно. Когда намотка идет, значит, ну, здесь много всяких технологических нюансов. На вид вроде все просто, но на самом деле все должно быть подобрано. Bir qarashda hammasi oddiyga o'xshaydi, lekin aslida barchasi bir-biriga moslangan bo'lishi kerak. Aylanish, uzatish hammasi. Ishlab chiqarish jarayoni salomatlik uchun qanchalik zararli? Mutlaqo zararsiz. Toshni eritamiz. Toshdan tola chiqadi. Shuning o'zi, bu yerda boshqa hech narsa yo'q. Shu sababli bazalt aynan ekologik, toza mahsulotlar sirasiga kiradi. Shundan kelib chiqib, Parik yasasa ham bo'ladi. bo'ladi. Shu yerning o'zida sovutiladimi? Yo'q, nega endi? Sovutish tizimi bor. Ammo u issiqmas. Nega issiq? Ko'ryapsizmi, u yerda harorat juda yuqori. U yerda issiq, bu yerda esa, bu yerda sovimaydi. Albatta biroz soviydi, lekin baribir harorat yuqori. U yerda texnologik reglamentga rioya qilinishi kerak. Haroratni ushlab turish, ma'lum bir haroratgacha sovutish jarayoni bor. Keyin esa quritishga va qo'shimcha ishlov berishga yuboriladi. Mana shu yerda bizda maydalash jarayoni kechadi. Maydalash bu dastlabkisidan farq qiladigan ma'lum bir o'lchamdagi ip hosil qilish degani. Bu bizda tolalar direkti deb ataladi. Ya'ni ko'rinishidan ham bilinib turibdi. Og'irligi o'rtacha 14 kilogramdan bo'ladi. Mana tayyor rowinglar ham shu yerda. Qalinligi bo'yicha hammasi bir xilmi? Yo'q.
Bizda qurilmaning konstruksiyasiga qarab tolalar ishlab chiqariladi. Ya'ni bu qurilmaga bog'liq. Biz 9 mikrondan 22 mikrogacha bo'lgan diapazonda tola chiqara olamiz. Ularning har biri o'ziga xos vazifaga ega, natijada alohida tolalar hosil bo'ladi. Agar boshqa xususiyatlarga ega tola olish kerak bo'lsa, bir nechta tolani bir-biriga ulab, so'ngra boshqa g'altakka o'raymiz. Shunda tola boshqacha ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Bu yerda maxsus uskunalar, quritish joylari bor. Tola o'z-o'zidan tayyor bo'lib qolmaydi. Uni ma'lum bir vaqt davomida muayyan sharoitlarda saqlash kerak. U ma'lum bir haroratda saqlashni talab qiladi. Chunki agar shundayligicha oladigan bo'lsak, yana bir texnologiya tosh quyish texnologiyasi bor. Jinsi eritiladi va darhol qoliplarga quyiladi. Lekin yana o'sha gap toshga o'xshash, ayni paytda sinmaydigan va mustahkam mahsulot olish uchun harorat va bosim talablariga rioya qilinadi. Mana bu go'zal qizlar bu yerda nima ish bilan mashg'ul? Ular hozir ip o'rashyapti. E'tibor bering. Anavi yerdagi tolalar hozir 3 ta kalava bo'lib birga o'ralyapti. Bu jarayon pishitish deb ataladi. Процедура технологическая. Ular shu yerga kelib birlashadi. Hammasi qo'shilib bitta butun bo'ladi. Mana shu yerda u qo'shiladi. Yonma-yon joylashtiriladi va natijada bizning bazalt rovingimiz, mustahkam bazalt tolamiz hosil bo'ladi. 3 ta toladan bitta tola yasaganimizda uning ko'rsatkichi 1200 ga tenglashdi. Ya'ni har bir tola ko'rsatkichi 400 tekisdan edi. 3 tasi birga qo'shilib 1200 ga chiqdi. Bu yerda esa 2400 ta ekan. Bu yerda esa boshqacha tolalar 6 ta bo'lishi kerak. Ustmos tushib 2400 ga teng bo'lyapti. Buyurtma bo'yicha qanday talab qilinsa shunday tayyorlanadi. Aytaylik, buyurtma kelib tushdi. Shunga asosan ko'rsatilgan parametrlar bilan tola tayyorlanadi. Uказанные параметры. Bu xomaki mahsulot to'g'rimi? Yo'q, bu allaqachon tayyor mahsulot. Lekin biz keyinchalik bundan ham armatura kabi boshqa mahsulotlar yasaymiz-ku. Ha, lekin qarang, nozik bir jihat bor. Buni tushunib olish kerak. Bu ayrim ishlab chiqarishlar uchun asos hisoblanadi. Ya'ni bizning bazalt mahsulotlarimiz uchun bu to'liq asosdir. Lekin boshqalar uchun xomashyo sanaladi. Сырьем. Aslida u biz uchun ham xomashyo hisoblanadi, lekin ayni paytda asosiy xomashyo sanaladi. Demak, siz shunchaki o'z bazangizda qo'shimcha mahsulotlar ishlab chiqarasiz. Ha, lekin shuning o'zi bilan to'xtasangiz ham bo'ladi. Ha, sizni tushundim. Aytgancha, xorijda bir jarayonli usulda faqat bazalt tayyorlashadi va ko'plab mahsulotlar qo'ldan boy beriladi. Bizda O'zbekistonda esa Yaxshi imkoniyatlar bekorga ketyaptimi? Hammasini birga qurgansiz. birga qurdik, lekin sotuv jarayoni alohida bo'ladi. Respublika bo'ylab eksport qilamiz. Mahsulot aynan shu holatida qayerda ishlatiladi? Bugungi kunda ularni xuddi shu holatida rossiyaliklar, belaruslar olyapti. Ular ham biz ishlab chiqarayotgan mahsulotlarni tayyorlashyapti. Bazaltli giotorlar yoki bazaltli armaturalar tayyorlash uchun ishlatiladi. Ular fibrani ham xuddi shu tarzda tayyorlashadi. Tolani kesib maydalab, beton uchun ajoyib qo'shimcha hosil qilish mumkin. Bu qo'shimcha esa mikroyoriqlarni bartaraf etadi. Betonning mustahkamligini, chidamliligini va suv singdirib olish imkoniyatini oshiradi. Qurilish, yo'llar qurilishi, Kelajakda bazalt kompozitlar, ya'ni uning asosida yangi mustahkam, zarur kompozit materiallar yaratiladi. Bizda kompozitlar ishlab chiqarishning ikkita texnologiyasi allaqachon o'zlashtirilgan. Birinchisi armatura ishlab chiqarish kompozit material hisoblanadi. Ikkinchisi esa bazalt kompozit quvurlar ishlab chiqarishdir. Quvurlar ham kompozit materiallar sirasiga kiradi. Men hali Samarqandda o'qib yurgan kezlarim 61-63 yillarda. Первые 63 годы. А где учились? siz qayerda o'qigansiz? Samarqand Kapilov texnikumida ta'tilda uyimga kelsam, bog'imizning orqasida bir mashina turibdi. Usti yopiq edi. Машина. Крытый машина. Onamdan bu qanaqa mashina deb so'radim. Машина. Onam esa taxminan 10-15 kundan beri tosh terib yurishibdi dedilar. Камень собирает. Камень собирает. Keyin men ularga yaqin bordim. Ular tosh terayotgandi. Uyimiz eskiroq joyda edi. А вокруг Atrof esa tog'lardan iborat edi. Xuddi shunaqa tepaliklarmi? Ha, xuddi shunaqa tepaliklar. Ular hamma joydan tosh yig'amiz deyishdi. Toshlarni qutilarga solishdi. ящику. Xullas men ketdim. Keyin oradan taxminan 30 yillar vaqt o'tdi. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Ukrainada bo'lgandilar. Kuchmaning taklifiga binoan borganlar. Va Ukrainaning birinchi prezidenti. Shunday. Odatda qayerga borsak ham rahbarlar, tadbirkorlar bilan albatta uchrashishadi. Они встретятся с предпринимателем. Uchrashuv bo'lgan Значит, встретились. va o'sha yerda ehtimol mana shu tosh yig'ish jarayonining bir ishtirokchisi bo'lgan odam savol bergan. Islom Abdug'aniyevich
O'zbekistonda Forish tumanida bazalt zavodi allaqachon ishga tushganmi? Ular esa bilmaganlar. Keyin keldik. Men o'sha paytda viloyat savdo boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlardim. Meni viloyat ijroiya qo'mitasi raisi chaqirib aytayaptiki, sizlarning Balandasman qishlog'ingizning qayerdadir? Shunaqa kon bor ekan. Рождение, оказывается, есть. Базальтовое месторождение. Dedim. Toshkentdan, tumanlardan, viloyatlardan kelgan mashinalar bilan hammamiz o'sha yerga bordik. Ko'rsatdim. Вот. Xuddi o'sha yerga borib, o'shanda mana shu yerda bo'lishgan dedim. В то время. Bu qaysi vaqt? 92-93-yillarmi? Shunday, taxminan o'sha yillar. Shundan keyin biz ham qimirlab qolganmiz. Вылились мы, как говорится. Harakat boshlangan. Shunday harakat boshlangan. Oradan yillar o'tdi. Еще Ittifoq parchalandi. Keyin Rossiyada savdo uyi ochdim. торговый дом Ярославле. Bu yerda qiladigan ish yo'q edi. O'sha paytlarda katta o'g'lim ham oliygohni bitirgan edi. Институт. U bilan birga o'sha yerda ishladik. Do'konlar ochdik. Ну, открыли магазины, столовые там. Xullas savdo ishini yo'lga qo'ydik. Men qaytdim. Uni o'sha yerda qoldirib keldim. U vaqt topib Kiyevga borgan. Киев. Bo'lgan ishlardan xabardor edi. Bu haqida ko'p gapirar edim. Qanday qilib ishlab chiqarishlari, nimalar qilishayotganini ko'rib kelgan. Qalinligi 6 dan 22 gacha bo'lgan oddiy armaturalar 22 вот, толщиной. ishni aynan shundan boshlaganmiz. Это было Bu 2013-yil edi. Mana ko'ryapsizmi, oradan qancha yil o'tgan? Bu yer 2013-yilda nimalardir bo'lganmi? Yo'q, hech narsa yo'q edi. Quruq cho'l edi. Avvaliga konga yaqinroq bormoqchi bo'ldik. Qaryerga. Haqariga, u yerni Uchquloch deb atashadi. U qishloqdan taxminan 20 kilometr masofada joylashgan. Bu yerda esa 40-50 kilometrcha masofa bor. Dastlab zavodni o'sha yerda o'zimiz qurmoqchi edik. Keyin bo'lsa, aytishdiki, mana bu yerdan Chimqo'rg'on sement zavodi tomonga gaz o'tgan. Viloyat, tuman rahbariyati zavodni gazga yaqinroq, elektrga yaqinroq joyga qurgan ma'qul, dedi. поближе к свету. Keyin bu yerda qurilish boshladik. U yerda qumlik bo'lgan, hech narsa yo'q edi. Вот наши Mana bu bizning texnologik liniyalar, materialimizning, ya'ni bazalt armaturasining asosini bazalt tolasi tashkil qiladi. Hammasi tayyorlangan, uskunalarga qo'yilgan. Qo'shimcha ravishda bu yerga ham o'rnatilgan. тоже установлены. Ular yig'iladi va bu yerdan o'tadi. Bu nima? Qanaqadir moymi? Bu moy emas, bu shunday bir maxsus singdirma. Undan baliq hidi kelyapti. Ozgina bu epismolas, lekin uning tarkibida ayrim qo'shimchalar bor. Bularning hammasi nozik masala. Такой хитрый коммерческий, так сказать, группа. Boshqacha qilib aytganda, bu tijoriy sir. Sirli tarkibiy mahsulotmi? Shunday sirli tarkibiy mahsulot. Xuddi Kung Fu Panda aytganidek. Ha, g'oz o'tasi, demak, smala singdiriladi. Shundan keyin o'rash, eshish jarayoni boshlanadi. Ular o'ralib, ustidan qo'shimcha qovog'alar yotqiziladi. Mana shunday o'raladi. Намотка происходит. Bu vaqtda ularning hammasi harakatda bo'ladi. Shundan so'ng tuzilish shakllangach, Структуры armatura pechga tushadi. Bularning hammasi pechmi? Bular ma'lum bir haroratni ushlab turadigan maxsus pechlar. Chunki boshqa harorat darajasi armaturaning sifatiga yomon ta'sir qilishi mumkin. качество арматуры. Chiqqanida keyin Hammasi sovutiladi. to'g'ri sovutiladi. Bu oddiy suvmi? Ha, oddiy suv. To'liq sovish jarayoni kechadi. Остужение. Shundan so'ng bu yerga uzatiladi va ma'lum o'lchamlarda kesilishi mumkin. Bu yerda hisoblagich uzunlikni hisoblab boradi. O'ramlar hosil qilinadi. Barcha uzunliklar hisobga olingandan so'ng tayyor mahsulot o'ram ko'rinishiga keltiriladi. Shunday bir nozik jihat bor. Diametri 12 mm gacha bo'lgan armaturani o'ram shakliga keltirish mumkin. O'ram degani mana bunaqa o'ralgan, dumaloq shakl. Yana nima deyilishini bilmayman. Xullas, o'ramlar deyiladi. Bizda ishlab chiqariladigan diametri 4 mm dan 24 mm gacha bo'lgan boshqa turdagi armatura esa shu yerda bo'laklarga kesiladi. Tayyor mahsulotning o'rami juda yengil ekan.
Ishonavering, men hech qanday kuch sarflamasdan mahsulotni bemalol ko'taryapman. И поднимаю вот этот шмат там 3-метровый или 4-метровый. 8 раз. U metal armaturaga qaraganda 8 baravarga yengilroq. Buning ustiga chidamli va mustahkam. Ayniqsa, katta yuklamalarga bardoshli. Mana bu g'altak, u juda yengil bo'ladi. U taxminan 9 kilogramga teng. 9 килограмм. Ну вот. Я думаю, Agar bu metaldan bo'lganda juda og'ir bo'lardi. Biz tashish xarajatlarini hisob-kitob qildik. Ular odatdagi mahsulotlardan 6 baravar arzonroqqa tushadi. Дешевле обходится транспортировка нашей, чем обычной. Hatto ayol kishi ham uni bemalol ko'tarishi mumkin. Bu yerdagi uskunalarchi, ular bizniki emasmi? Нет. не Да. отечественный. Mahalliyman. Asosan Rossiyaniki aralash. Bizda ba'zi elementlarga tegishli o'zgartirishlar kiritilgan. Bugungi kunda men aytib o'tganimdek, biz armaturani qum bilan, ya'ni uning sirtiga qum qoplab ishlab chiqarish texnologiyasini ham o'zlashtirganmiz va bu usulni bemalol ishlata olamiz. Bu esa uning mustahkamligini oshiradi. Bu yerga qo'shimcha element qo'yiladi. Lekin hozircha buyurtma. Aynan mana bu turga bo'lyapti. Armaturalar ustunlar ko'rinishida ham qo'llaniladi. Mana 4 ta metal va ularning orasida 4 ta bazalt armatura turibdi. Shuning hisobiga hozir mana bu ustunlar mustahkam turibdi. Hech qanday muammosiz. Смело стоят, никаких проблем нет. Bundan tashqari ularni poydevorlarda ham bemalol qo'llasa bo'ladi. Ular aynan shunday yuklama uchun mo'ljallangan. Bo'lak ikkiga bo'linganda, pastki qismida aynan singan joyda armatura yoki geotor bo'lishi kerak. Shunda bu yuklamaning konstruksiyani butunlay buzib yuborishiga yo'l qo'ymaydi. Va bularning barchasi katta ehtimol bilan qayergadir eksportga ketadi. Rejamizda bor. Bugungi kunda biz armatura namunalarini Amerika institutlaridan biriga taqdim etganmiz. Институту ASTM Ular mahsulotni ASTM tizimi bo'yicha tekshirishadi. Bu aynan Amerika tizimi sertifikatlashtirish instituti hisoblanadi. Ular sinov o'tkazib, mahsulotning aynan shu parametrlarga mos kelishini tasdiqlash uchun bizdan namunalar so'rashgan. O'ylaymanki, что они соответствуют ko'pi bilan 2 oy ichida natijalarni olamiz va hujjatlar qo'limizda bo'ladi. максимум 2 месяцев мы получим результаты и уже будем иметь на руках. Bu jiddiy sertifikat va biz uchun oldinga tashlangan jiddiy qadam bo'ladi. Bu yerda hamma narsa yangi va toza saranjom sarishta ekan. Siz zavodni tushunishimcha Завод, насколько я понимаю, 2019-yilda qurib bitkazgansiz. Yo'q, 19-yilda emas. Biz 17-yildan beri mahsulot ishlab chiqaramiz. 13-yildan boshlagansiz. Ha, 13-yildan boshlaganmiz. Biroq mablag' masalasida qiyinchiliklar bo'lgan edi. Butun boshlovchi yil. Mablag' qidirdingiz, to'pladingiz. Bu yerda sarmoyadorlar ko'pmi? Sarmoyadorlar Rossiyadan. Demak, sarmoyalardan kelgan. Ha, ular ham bo'lgan. Bu yerda Chexiya bayroqlarini ham ko'rdim. Bu Chexiya qo'shma korxonasimi? Yoki qanday? Biz deyarli barcha uskunalarni g'arbdan sotib olamiz. Bizda dastlabki tanishuvlar chexlar bilan, keyin esa nemislar, gollandlar va italyanlar bilan bo'lgan. Потом итальянцами. Shunday qilib, hammasi ketma-ket boraverdi. Bugungi kunga kelib, hammamiz do'st bo'lib qoldik. Друзьями. Вот Chexlar ham bor, есть. inglizlar ham bor. Hamma bilan do'stlashib olganmiz. O'zida u yerga mahsulot eksport qilasizlarmi? Ha, albatta. Ushbu zavod uchun qancha mablag' sarflangan? вложено денег в завод на данный момент. Как думаете? Nima deb o'ylaysiz? Mana shu majmua 52 millionga tushgan. To'g'rimi? Albatta. Shundan 36 millioni bank krediti, qolgani o'zimizniki. O'zimizniki deganda tashqaridan kelgan. Sarmoyalarni ham nazarda tutyapman. Bu juda pul. Ha, juda katta pul. Bu yerda xarajat asosan uskunalar uchun ketadimi? Aynan shunday. Qurilishga esa o'zimiz sarmoya kiritganmiz. Bazalt geotorini ishlab chiqarish. Ko'rib turganingizdek, bazalt geosetkasining asosini o'zimizning bazalt tolalari tashkil qiladi. Roving. U dastgohning ishchi qismlariga joylashtiriladi. Natijada ular uzatiladi. Shu bilan birga bo'ylama va ko'ndalang tolalar kesishib to'qiladi va to'qimachilik jarayoni amalga oshadi. И поперечный, и получается наша... Текстильный процесс. Да, это текстильный. Bu to'qimachilik dastgohi, lekin uning o'ziga xos qoplamasi ham bor. Geotur tayyorlanadi. Ko'rib turganingizdek, u ko'p ignali tikuv mashinasida tikiladi. Oq polifer ip bilan har bir ulanish joyidagi ip bo'ylab tikib chiqiladi. Tolalarning bo'ylam va ko'ndalang joylashuvi degan tushuncha bor. По основе и по утку. Это вот Bu to'qimachilik sanoatining o'ziga xos atamasi desak ham bo'ladi. Tur tayyorlanadi, to'qiladi, tikiladi. So'ngra maxsus tarkib bilan qoplanadigan idishga solinadi. Ustki qoplamasi akril asosli bo'ladi. составом, покрытием верхним. Ну,
на акриловой основе. Shundan so'ng quritish bo'limlariga ko'tariladi. Quritish bo'limidan keyin esa tindirish jarayoni bo'lib o'tadi va keyin o'rash boshlanadi. Umuman olganda bunchalik murakkab jarayon emas ekan. Bu yerda o'ziga xos jihatlar ko'p, turli jarayonlar bor. Mana bu yerda ishlab chiqarilgan bazalt to'rini o'rash ishlari amalga oshirilmoqda. Uskunadan o'tadi, tushadi va o'raladi. Bu yerdagi maxsus dastgohlar yordamida kerakli o'lchamlarda kesiladi. Наши специальные установки, устройства. U 1 metrga mo'ljallangan. Bazalt geotorini maksimal o'lchamda 5 metr 40 santimetr uzunlikda ishlab chiqarish mumkin. И поэтому Va shuning uchun o'rash jarayonidan so'ng tayyor mahsulot qo'lga kiritiladi. Mana bu yerda eksport deb yozilgan ekan. Ushbu namunalar xorijga jo'natish uchun tayyorlangan. Mana shunday o'ramlarda jo'natasizmi? Aynan shunday. O'ramlar 1 metr balandlikda qadoqlanadi. Ular yevropalitlar, ya'ni yevropadollar. Bular standart bo'yicha 1 metr 120 santimetrga to'g'ri keladi. Ular bunday ko'rinishda qayerda ishlatiladi? Qurilishda yanachi. Demak, asosiysi Yo'llardami? asosiy qo'llaniladigan soha. Bu qurilish va yo'lsozlikdir. Eng asosiylar. Yo'lsozlik masalasiga oid bir qiziq jihati bor. Ulardan asosan shaharlararo yo'llarda foydalanishadi. Shahar yo'llariga esa unchalik mos kelmaydi degan gap rostmi? Yo'q, unday emas. Bu yerda boshqa narsani tushuntirib beraman. Yo'l qurilishi sohasida ikki xil ko'rinishda ishlatiladi. Birinchisi tuproqning o'zini mustahkamlash uchun. Agar tuproq zaif, mo'rt yoki juda kuchli ta'sirlarga duch kelgan va ayni paytda suv, masalan, namlik darajasi juda yuqori bo'lsa, u holda tuproqning bosilishi va cho'kishi kuzatiladi. Mana shu ko'rsatkichni kamaytirish uchun tuproq shibbalanadi, zichlanadi va shundan so'ng geotor yotqiziladi. Bunda geotor o'ziga tushadigan yuklamani kattaroq yuzaga taqsimlaydi va natijada bu joyda tuproqning cho'kishi sezilarli darajada kamayadi. Geotorimizning ikkinchi qo'llanilish sohasi aynan asfalt beton qoplamasini mustahkamlashga oid. Ya'ni yo'lga 2 qavat asfalt yotqiziladi. Bunda asfaltning quyi qavatidan so'ng bitumli mastika surtiladi. Bitumli mastikadan keyin esa geotor yotqiziladi va geotor asfaltning 2 qatlami orasida qoladi. Bu nima beradi? Yo'lning asfalt beton qoplamasi yuzasiga ta'sir qiladigan transport vositalaridan tushuvchi dinamik yuklama, xuddi men tuproq misolida aytganimdek samara beradi. Geotorga to'g'ridan to'g'ri tushadigan yuklama to'r bo'ylab qayta taqsimlanadi va natijada yuqoridan bosim o'tkazayotgan yuklama ancha kattaroq maydonga tarqaladi. она определяет на большую площадь. Demak, biz geotorni shaharda qo'llay olmasligimiz haqidagi gaplar safsata. Uni har qanday joyda qo'llash mumkin. Bu juda samarali va ajoyib yechim bo'ladi. Bugungi kunda aynan yo'l qurilish sohasi O'zavtoyo uchun bazalt geotorlarimizni qo'llash me'yorlari va yo'riqnomalari tasdiqlangan hujjatlar mavjud. Bazalt geotorlarni bemalol qo'llash mumkin. Ruxsat bor. Наши геосетки. И эти базальтовые геосетки смело можно применять. Разрешение есть. Но у нас и больше... Bu ko'p jihatdan bizning loyihachilarimizga bog'liq. Ularga shunday topshiriq berilgan. Tosh to'kdi, asfalt to'kdi, yoyib tekisladi. Yo'llarni mustahkamlash, hatto 2 qatlam asfalt orasiga geotor qo'yilsa ham, uning xizmat qilish muddati ancha uzayadi. Bu o'zgarish narxda ham aks etsa kerak. Aynan shunday. Men ham aynan shuni ta'kidlamoqchi edim. Bularning hammasi yo'l narxiga borib taqaladi. Shu sababli bizda bu masalada ish yurishmayapti. Asosiy talab shuki, yo'llar ham sifatli ham arzon bo'lishi kerak. Bunaqasi bo'lmaydi. Yoki sifatli bo'ladi. Agar arzon bo'lsa, sifat yo'qoladi. Yo'l amaldorlar ko'proq pul ishlay olmaydimi? Mana shunday. Yangi material bu borada albatta juda katta yordam bergan bo'lardi. Ikkinchi soha qurilish. Demak, bugungi kunda bazaltli geotorlarimizni qo'llash masalasi ishlab chiqilgan. U g'ishtli tuzilishni mustahkamlaydi. Кирпичную кладку между... G'isht qatlamlari orasiga qorishma ichiga bir necha qatordan keyin geotor yotqiziladi. Bunda devorning mustahkamligi uning yon tomondan esadigan shamolga, boshqa tebranma yuklarga, shu jumladan bardosh berish qobiliyati 28% gacha ortadi. Bu Rossiya Federatsiyasining ilmiy tadqiqot institutlari tomonidan allaqachon tekshirilgan. Lekin ko'p qavatli uylar qurilmayapti. Bilasizmi, bu yerda vaziyat biroz boshqacha. Vaziyatni hozir tushuntirib beraman. Ko'p qavatli binolar qurilishi odatda monolit beton qo'llaniladigan qurilish bilan bog'liq. U karkas shaklida bo'ladi. Ya'ni karkas bu ustunlar, rigillar va qavatlar aro yopmalardan iborat eng asosiy yuk ko'taruvchi qism. U yerda esa to'rdan foydalanilmaydi. U yerda to'r ishlatilmaydi. Shunchaki u yerda to'rdan foydalanish unchalik tavsiya etilmaydi. Qo'llash sohasi biroz boshqacha. U ko'proq g'isht terishda qo'llaniladi. Ustunlar orasini to'ldiradigan devorlar juda katta yuklamalarga
duchor bo'ladi. подвергается очень значительным нагрузкам. Особенно Ayniqsa, baland binolarda shamol yuklamasi tebranish nimaligini tushunasiz. Kuchli shamol esganda bu devor yuklamaga duch keladi. Butun bino to'liqligicha ana shunday yuklamalarga qarshi ishlaydi. Shu paytda agar g'ishtlar orasidagi bog'lanish zaif bo'lsa, bu devor qulab tushishi mumkin. Buni esa aynan bizning to'rlarimiz mustahkamlaydi. Bizda shunday geotor namunalari bor. Ular yengil harakat bilan geotor o'zgaradi. Bu geotorni ishlab chiqarish jarayonida muntazam nazorat olib borilishini anglatadi. Har bir partiya boshida, o'rtasida va oxirida sinov o'tkaziladi. Tekshiruvlar muntazam amalga oshiriladi. Bularning hammasi kompyuterlashtirilgan, juda tez ishlaydi. Uni cho'zishyaptimi? Ha, bazalt geotorimizning eng asosiy parametri bu uzilishga nisbatan mustahkamlikdir. U kilonyutonda o'lchanadi. Mana bu yerda 604 raqamini ko'rishingiz mumkin. U yerdagi monitorda bosim ko'rsatilgan, to'g'rimi? Ha, mana shu yerda ko'rsatyapti. Mana bu kichkina monitorda ham ko'rsatadi. Bu yerda boshqa kompyuter ham bor. Bu bosim deb atalmaydi. Nima deyiladi o'zi? Uzilish yuklamasi. Tushunarli. U geotorning uzilishini qayd etdi. разрыв геосетки, при этом Bunda uning sifati aynan shu ko'rsatkich bilan nazorat qilinadi. Har bir sinov namunasi me'yor doirasida bo'lishi kerak. Aniq parametrlar belgilangan. Masalan, bugun Какой нечи bo'ldi bizda 6 mi? 6-13. 6-13 kilonyuton bo'ldi. Bular geotorning mavjud turlarimi? Ha, bu biz ishlab chiqaradigan bazalt geotorimiz turlari va ularning har biri o'z vazifasiga ega. которые имеют свои предназначения. Значит, вот который Bir qarashda juda nozik ko'rinadi. Хрупко выглядит на самом деле. ну, Hozir bir kichik jihatni tushuntirib beraman. Ko'pchilik bazalt geotorini yumshoq deb o'ylaydi. Bu nima bera oladi? Детская какая-то. вот что она может дать? На самом Bir narsani tushunish kerak. Beton bu sun'iy tosh. бетон это представляет собой искусственный камень. То есть Qotganidan so'ng betonning ichida armatura bo'lsa, u har tomondan beton bilan bog'lanib qoladi. Betonning mustahkamlik degan parametri bor. Bu haqda hamma biladi va gapiradi. Bizning to'rimiz aynan armaturalovchi material sifatida ishlaydi va go'yo o'z atrofida betonni to'liq ushlab turadi va unga sochilib ketishga imkon bermaydi. Bu to'rni buksam uzilib ketmaydimi? Yo'q, uzilmaydi. Buning uchun biroz kuch sarflash kerak bo'ladi. Gap shundaki, to'r ichkarida joylashgan bo'lib, betonda egilishga va boshqa kuchlanishlarga qarshi ishlamaydi. U o'z-o'zidan tosh bilan yaxlitlashib, betonning bir qismiga aylanadi va sun'iy tosh ichida biz hozir ko'rsatayotgan deformatsiyaga uchramaydi. U aynan kuchlanishlarga, masalan, sinish kabi yuklamalarga bardosh beradi. Misol uchun oddiy non sindirgan vaqtimizda pastki qismda cho'zilish yuzaga keladi. Yuqori qismi esa siqiladi. Ya'ni siqilish va cho'zilish. Mana shu cho'zilish sodir bo'lgan joyga betonning ichiga bizning geotorimiz joylanadi. Aynan biz hisobga oladigan uzilish yuklamasiga bardosh beradi. Tekshirib ko'rgan jihatingiz esingizdami? U armatura o'rnida ishlatiladi. прямая замена Bu g'isht terishda qo'llaniladigan metall armaturaning o'rnini bosuvchi vosita. Odatda u g'isht terishda va bundan tashqari beton qoplamalar quyishda ham ishlatiladi. Uning afzalligi nimada? Metall to'r metalldan yasalgani uchun zanglaydi. этом подвергается коррозии. Bu juda tez sodir bo'ladi. Kelib beton quyishingiz bilan beton qotgan vaqtda Затвердеет уже в этом. zanglash jarayoni boshlanib ketadi. Bu oksidlanish jarayoni degani. Bizning bazalt aynan shunday ta'sirga uchramaydi. Uzilishga nisbatan mustahkamlik bo'yicha bizning tola metalldan ancha chidamli. Metallning elastiklik moduli degan ko'rsatkichi bor. Ya'ni metall katta yuklama ostida cho'zila boshlaydi. Cho'ziladi va keyin uziladi. Bizning tola esa juda katta yuklamaga bardosh beradi. Lekin maksimal darajaga yetganda bir deganda uziladi. Shu sababli, masalan, bazalt armaturani katta yuklamaga duch keladigan bino va inshootlarning konstruktiv elementlarida qo'llashga ruxsat etilmaydi va tavsiya qilinmaydi. Ular karkas tizimlari, ustunlar, rigellar, plitalar va yopma elementlar. Barcha yuklama aynan ularga tushib, so'ngra poydevorga uzatiladi. Bazaltni bunday joylarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Biroq bugungi kunda zamonaviy qurilish texnologiyalari ishlab chiqilib, o'zgarib bormoqda. Jarayon bir joyda turmaydi. Yangi turdagi materiallarning paydo bo'lishi bilan texnologik yangiliklar ham joriy etilmoqda. Masalan, bizdagi yuk ko'taruvchi konstruksiyalarni olsak, hozir tushuntirib beraman. Bu yerda ustunlar ko'rinmayapti, lekin ular kompleks tarzda armaturalangan. Standart bo'yicha faqat metall armatura o'rnatilishi va bog'lanishi talab etiladi. Bizda esa yuk ko'taruvchi armaturaning diametri kichraytirilib, unga qo'shimcha tarzda o'zimizning bazalt armaturamiz ham ishlatilgan. Shuning hisobiga tannarx pasaygan. Lekin mustahkamlik ko'rsatkichlari aytganimizdek, 6-zavodni quryapmiz, hammasi o'z joyida ishlayapti. Bu masalada ilmiy tadqiqot institutlari bilan hamkorlik qilib kelamiz. Jumladan, Qurilish vazirligi huzuridagi ilmiy tadqiqot instituti bilan ham. Narx belgilash nuqtai nazaridan
Bu qanchalik samarali, qanchalik mos kelishini aytadigan bo'lsak. Chunki bilishim bo'yicha, bir nechta loyihada aynan narx masalasi hal qiluvchi omil bo'lgan. Narxining qulayligi sababi shundaki, xomashyo shu yerdan yaqin atrofdan olinadi. Ya'ni mahalliy mahsulot, Aynan shunday. xomashyo ham ishlab chiqarish ham sizniki. Bu narxga ham ta'sir qiladi, to'g'ri tushundimmi? Albatta, metal bilan taqqoslaganda bizning mahsulotlar ko'pi bilan ularga teng. До 20-30%. Ayrim holatlarda bizning qurilish materiallari o'xshash metal mahsulotlariga qaraganda 20-30% gacha arzonroq. Sertifikatlashtirish jarayoniga kelsak, reglamentatsiya bo'yicha gaplashsak, bu mahsulotlarning barchasi sertifikatsiyadan o'tkaziladimi? Albatta, Обязательно, значит, muvofiqlik sertifikatini olish uchun majburiy tartibda sinov bayonnomasi tuziladi протокол испытания. va u rasmiylashtiriladi. Bayonnomalar bilan tasdiqlanadi. Ushbu bayonnomalarning barchasi bizda mavjud. Bu umumiy texnologiya hisoblanadi. Biz hozir ko'proq ruscha variantga asoslanyapmiz. Русской версии продукции. Rossiya variantlariga uzr so'rayman. Ruscha emaski. Rossiya variantlariga. Shu sababli unga kompozit armatura asosida ishlab chiqarish bo'yicha davlatlararo standart asos qilib olingan. Композитная арматура. Biz to'liq texnologiyani shu asosda ishlab chiqaramiz. Qo'shimcha ravishda shuni aytmoqchimanki, bizda 13 turdagi giyotorlar mavjud. Ular belgilangan tartibda Yevropa standartlari bo'yicha sertifikatlangan. Европейским стандартом. Mana bu nima ekan? Bu bizning fibra, ya'ni maydalangan tola. U beton va boshqa qurilish qorishmalarini mustahkamlash, kuchaytirish uchun qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Quruq qorishmalarga qo'shiladi va betonning mustahkamlik ko'rsatkichlarini 20% dan 40% gacha oshiradi. Shunchaki qo'shish orqali. Aytgancha, u o'ta qimmat ham emas. Bu shunchaki boshqa o'lcham. Bundan tashqari, ular betonlar uchun alohida ishlab chiqariladi va qo'llanilish maqsadiga ko'ra maxsus qoplamaga ega bo'lishi ham mumkin. Именно по предназначению, куда будет применяться. Fibra tayyorlash texnologiyasiga ko'ra bazalt tolamiz maxsus uskunalarda belgilangan o'lchamlarda maydalanadi va shunga muvofiq ma'lum markalarga ega bo'ladi. Bu fibra ishlab chiqarish sexi, bu esa tayyor mahsulot. U qadoqlanadi. Bu biz ko'rgan mayda narsa. Ha, maydalangan kesilgan tola parchalari, bular kesgichlar, tolalarni maydalash uchun ishlatiladigan dastgohlar. Bu yerda ham texnologiya juda oddiy ekan. Ha, juda oddiy. Hammasi maydalanadi, sepiladi, elanadi. Bu 12 mmli fibra, ya'ni kesimlarning o'lchami 12 mm ni tashkil qiladi. Ko'rib turganingizdek, u sochiluvchan bo'ladi. Bu yerda mahsulot sifat ko'rib, nazorat qilinadi. Bular maydalangan mahsulot bo'lgani va kuchli ta'sirga moyilligi sababli uning o'zi ham mustahkam material bo'ladi. Происходит параллельно заточка сразу ножей. Они быстро тупятся. Да, ну базальт сам по себе такой, он прочный на стирание, поэтому металл смягчается. 25 kilogramdan qadoqlanib, bu yerga taxlanadi va yuklanadi. Цена Bazalt hamma joyda ham uchrayvermaydi. Ha, to'g'ri. Bizda ham faqat anavi yerda bor. Вот у нас тоже только вон там. Но залежи Lekin kon juda katta-ku. Katta albatta, Конечно, вот такой. И даже buni rotatsmalari. хребты. Bularning hammasi bazaltmi? Yo'q, hammasi emas. Lekin u yerda bazalt bor. Bir necha yilga yetadi. Bir necha ming yilga yetsa kerak. Ehtimol, million yil oldin bu yerda vulqon bo'lgandir. Вулкан. Buni bilmayman. Xullas, bu yerda bazalt bor ekan. Balki million yil yoki ming yillar yoki 10 ming yil avval bo'lishi mumkin. Xullas, o'sha yerda bazalt toshi borligi ma'lum bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz, bu O'zbekistondagi yagona bazalt konimi? Yo'q. Qoraqalpog'iston va Farg'ona vodiysi tarafda bazalt konlari borligini eshitganman. U yerda biznikilar ham bo'lishgan. Bu yerda bazalt plitalar, ya'ni issiqlik ushlovchi plitalar ishlab chiqariladi. Asosiy ishlayotgan liniya bazaltli plitalar ishlab chiqarishga mo'ljallangan. для выпуска базальтовых утеплительных плит. Ularni tosh plita deb ham atashadi. Bazalt o'ram ko'rinishida ishlab chiqariladi. Shu bilan birga bazalt plitasining asosiy ko'rsatkichlaridan biri va eng muhim xususiyati shundaki, bugungi kunda mavjud bo'lgan materiallar ichida yong'inga eng kuchli bardosh beruvchi material hisoblanadi. Eriydimi? Yo'q, hatto erimaydi ham. 1000 darajagacha bo'lgan ochiq olov haroratiga bardosh bera oladi. Bino yuqori darajadagi yong'in bardoshlik talablariga javob bersa, bu plita uni qo'llab-quvvatlaydi. Aynan shu jihati bilan u boshqa mineral plitalardan farq qiladi. Demak, texnologiya bazalt shag'alini pechda eritishga asoslangan. Bazalt shag'ali eritiladi. So'ngra paxta ko'rinishidagi bazalt tolasi shakllantiriladi. Ko'ryapsizmi?
belgilangan zichlik va qalinlikdagi parametrlarga muvofiq preslaydigan ushbu uskunada birikmalar zichlanadi, paxtadek ustma-ust taxlanadi, keyin quritiladi. Shundan so'ng quritish va qotish jarayoni kechib, oxirida muayyan zichlik va qalinlikdagi tayyor mahsulot chiqadi. O'zbekiston hududlarining harorat va iqlim sharoitlari turlicha ekani hamda yil boshidagi tajribani inobatga olib, biz faqat qalinligi 5 va 10 santimetrlik bazalt plitalarni ishlab chiqargan edik. Hozirgi vaqtda O'zbekistonning turli hududlarida joylashgan binolarning issiqlik TKV parametrlarini hisobga olgan holda texnologiyaga o'zgartirishlar kiritishni rejalashtirganmiz. Kerakli qalinlikni ta'minlash va issiqlikni saqlash uchun bazalt plitalar ishlab chiqariladi. Plitalar 4 va 3 santimetrlik qalinlikda bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonning ma'lum bir iqlim hududiga mos keladigan har xil qalinliklarni jamlash mumkin. Bu Barbie qo'g'irchog'ining uyi-ku. Bu yerda uch issiqlik izolyatsiya materiali yordamida ko'rsatilgan. Bu paxta to'g'rimi? Bu mineral paxta. Bazaltli paxta. U ehtiyojlarga qarab har xil zichlikda va qalinlikda bo'lishi mumkin. Mana bu uycha esa paxtani qayerda qo'llash mumkinligini ko'rsatib beradi. Birinchi navbatda tashqi devorlarni issiq tutish uchun qo'llanadi. Bundan tashqari poydevor, yerto'la qismi va pollar uchun ham ishlatish mumkin. Xuddi shu tarzda boshqa joylar uchun ham qo'llasa bo'ladi. Uning asosiy vazifasi mana shu. Tom qismida qo'llash mumkin. Tomning ostiga, ya'ni ichki qismiga o'rnatiladi. Qavatlar aro pollar haqida birinchi va ikkinchi qavat o'rtasiga qo'yish ham mumkin. Bu yerda issiqlik ushlab turiladi. Ustidan pol qoplamasi yotqiziladi. Между лагами устанавливается сверху покрытие пола. Yil oxirigacha mahsulot ishlab chiqarish quvvatini 2 barobarga oshirishni reja qilganmiz. Chunki bazalt plitalar va isitgichlarga talab juda yuqori, hatto buyurtmalar uchun navbatlar ham vujudga kelgan. Deyarli 1-2 oygacha navbatlar yuzaga kelmoqda. Mijozlar buyurtmalarning bajarilishini 1,5 oygacha kutishyapti. Bu o'sha yaqinda janjalda tilga olingan plitalar-ku, ularning suv o'tkazayotgani, namlik sizib chiqayotgani haqida xabarlar tarqalgan edi. Bosh vazirning binolardagi issiqlik izolyatsiyasi bo'yicha loyihasi bo'lgan. Aynan shunday. Bizda ko'pincha bahorda bo'lib turadigan holat. Bu yerda ishni qanday bajarish kerakligini to'liq bilishmagani, jarayondan xabardor bo'lishmaganiga oid o'ziga xos jihat bor. Issiqlikni saqlovchi baza plitalarni o'rnatishning maxsus ishlab chiqilgan texnologiyasi bor va unga rioya qilinishi shart. Bu texnologiya Sovet ittifoqi davrida ishlab chiqilgan. Hatto hozirgi kunda ham ushbu texnologiyani batafsil yoritib beradigan yo'riqnomalar mavjud. Biz uchun bazalt biroz notanish material edi. Shu sababli texnologiyani buzish holati bo'lgan. Demak, ular noto'g'ri o'rnatgan muammo bazaltda emas. Yo'q, bazalt, ya'ni issiqlik saqlovchi material xorijda allaqachon keng tarqalgan va u ekologik jihatdan eng toza mahsulot hisoblanadi. Bugungi kunda esa ekologiya, masalan, xorijda, ayniqsa Yevropada juda dolzarb masala bo'lib turibdi. Bu savolga esa aynan bazalt plitalari javob bo'la oladi. Menimcha, yangi mahsulot bo'lgani uchun u haqida ma'lumot kamligi tabiiy hol. Xuddi shunday. Shu munosabat bilan hatto dastlab rejalashtirilgan davlat dasturi, ya'ni 1991-yilgacha qurilgan binolarni issiqlik bilan ta'minlash dasturi ham bor edi. Ushbu dastur ana o'sha jihatlarni Работать в том смысле, чтобы утепление зданий произвести. O'zbekistonda qish juda sovuq bo'lishini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerak edi. Adashmasam, o'sha tumanda jarayon to'xtab qolgandi, shundaymi? Yo'q, hech narsa to'xtagani yo'q. Toshkent shahrining Chilonzor tumanida ilgari qurilgan binolarni tajriba tariqasida issiqlik bilan ta'minlash uchun qurilish tashkilotlari jalb qilindi. Unda bizning mana shu materiallarimiz qo'llanilgan edi. Dastlab plitalarimiz texnologiyaga to'liq rioya qilinmagan holda ishlatilgan. Shu sababli kichik muammolar yuzaga kelgan. Lekin biz bu jarayonda faol ishtirok etib, hatto o'sha obyektlarga bordik va bularning barchasini qanday qilib to'g'ri bajarish kerakligini ko'rsatib berdik. Это все сделать. Например, Masalan, texnologiyani buzish holatlaridan biri mineral plitalar uchun maxsus yelim emas, balki oddiy plita yelimi ishlatilgan edi. для плитки, плиточный клей. То есть Ularning tarkibi bir-biridan farq qiladi. Bunday narsalar mahsulotni o'rnatishdan oldin muhokama qilinmaydimi? Ular muhokama qilishlari kerak edi. Lekin aytib o'tganimdek, qoidalarga to'liq rioya qilinmagan. Biz ba'zi o'zgarishlarni kiritib, maslahat berganimizdan keyin texnologiyaga tuzatishlar kiritildi. Shuningdek, dyubellar yordamida mahkamlash va qo'shimcha mustahkamlash kabi o'ziga xos jihatlar ham bor edi. Ya'ni, plita yelim bilan o'rnatilib, qo'shimcha ravishda maxsus plastik dyubellar bilan qotirilgan. Bu esa uning mahkam turishini ta'minlagan. Bundan tashqari, qishda yetarlicha issiq bo'lmaydi. Yozda esa xuddi mikroto'lqinli pechdek qizib ketadi degan salbiy fikrlar ham bo'ldi.
Bu haqda allaqachon ma'lumotlar mavjud va amalda aksincha material ijobiy natija berdi. Yozda issiqlikni ichkariga o'tkazmaydi. Qishda esa bino ichidagi issiqlikni tashqariga chiqarmaydi. Ya'ni bino ichidagi issiqlikni saqlash uchun avvalo uning ichi hech bo'lmaganda biroz iliq bo'lishi kerak. Bu yerda siz ishlab chiqaradigan eng mashhur mahsulot qaysi? Nima eng yaxshi sotiladi? Hozir roving juda yaxshi ketyapti. Mineral paxta, armatura ham yaxshi sotiladi. Mana hozir quvurlar ishlab chiqaryapmiz. Italiyalar allaqachon qiziqish bildirishgan. Italyanlar, ko'ryapsizmi? Dunyoning boshqa chekkasida. Yani вот хотят получить. Italyanlardan keyin biznikilar ham ishonsa kerak. Ha shunday, ulardan keyin Biznikilar puxtalikni yaxshi ko'rishadi. bu yerdan taxminan 17 kilometr narida bog'imiz bor edi. Afsuski, bu yil bog' ham shu yerda ariq qazib, nov qilgandim. Лоток делал. Bu qanday natija berishini ko'ramiz. Как она свои плоды дает. Bir hafta oldin menga bir fermer qo'ng'iroq qildi. Eshitishimcha, nov yasayapsizlar dedi. Делаете лоток от этого. Ha deb javob berdim. Да. Bizga ham berasizmi? dedi. Нам тоже дадите. Hozir tajriba qilyapmiz, dedim. Agar haqiqatan ham yaxshi chiqsa, keyin albatta beramiz. Тоже дадим. А она O'lchami 30 santimetrdan 2 metr 600 gacha. 2600. Hokimiyatga ham aytgan edim. Hozirgi novlar ancha oldin yasalgan. Ular allaqachon Лотки были в степи. Они уже yemirilib ketgan. развалились. Agar yangi novlar chidab bersa, biz ham beramiz. Выдержит, то можно. А она легкая. Ular juda yengil. Я арматуру поднял, она очень Да, легкая. все, вот так подделал и все. Это переходные... Bular suv ta'minoti tizimi uchun o'tish elementlari, biriktiruvchi elementlar hisoblanadi. Alohida fitinglar, bular qayriluvchan turlari. Ularning quvurlardan qanday afzalligi bor? Ular zanglamaydi. Bundan tashqari kimyoviy jihatdan inert hisoblanadi. Agar ular zanglamasa, demak, ularni tez-tez almashtirish shart emas. Umuman almashtirish kerak emas. Ularning xizmat qilish muddati 50 yildan ortiq. Bu muammo. Bu soha xodimlari uchun muammo. Demak, ba'zi bir nozik jihatlari bor. Material kimyoviy jihatdan shunchalik inertki, hech qanday ta'sirga uchramaydi. Unda hatto kislota tashish ham mumkin. Tasavvur qilyapsizmi? Hozirda biz kimyo sanoati korxonalari bilan ham jiddiy ish olib boryapmiz. С ними тоже ведем очень серьезную работу. Ular turli diametrlarda bo'ladi. Mana bundan boshlab kichiklari bilan tugaydi. Bular ham biz ishlab chiqargan kichik diametrli quvurlardir. Bu hali ko'rgan shag'alimiz esingizdami? Albatta, Щебень. Bu bizning bazalt kompozit quvurimiz tarkibiga kiradigan kvars qumi. U albatta tarkibiy qism sifatida qo'shiladi. Bular biz Виды волокон, которые ishlab chiqaradigan bazalt tolalarining turlari, ya'ni tola namunalari aynan bazaltdan ishlangan. bu smala. Yo'q, bu smala emas. Undami? Bu eritilgan bazalt. Biz hozir uni plitalar uchun qo'llash texnologiyalarini ishlab chiqyapmiz. Ajoyib plita bo'ladi. Ya'ni bu eritilgan bazalt. Sizning hamkasblaringiz menga buni smola deb aytishadi. Xuddi shishadek. Shishasimon material bazaltli shisha hosil bo'ladi. Bu yerda bizning armaturadan to'qilgan setkani ko'rishingiz mumkin. U nisbatan mustahkamligi bilan ajralib turadi. Bizda mahsulotlarimizning 70% eksportga ketadi. Demak, 70% eksport qilinadi. Aynan shunday. 70%, да. Bizda barcha mahsulotlar bo'yicha ko'rsatkich deyarli bir xil. Во всех продуктах так. Mahsulotlar asosan qayerga chiqariladi? Hozir asosan Yevropaga eksport qilyapmiz. Rossiyaga ham. Yevropa deganingiz, men sizlarda Ispaniyaga jo'natilayotgan hisob fakturalarni ko'rdim. Men sizga hozir butun ro'yxatni sanab berishim mumkin. Bu deyarli butun Yevropa. Почти вся Европа. Demak, ular shunchalik faol sotib olishyapti. Да. Последние Oxirgi 3 oyda biz asosan Rossiyaga eksport qilyapmiz. Bizning mavsum yozda bo'ladi. летом. Bu qurilish bilan bog'liqmi? Yo'q. Biz Yevropaga asosan roving va geotur eksport qilamiz. Yevropaning o'zida kompozit materiallar ishlab chiqaruvchilar juda ko'p. Ular yarim tayyor mahsulotlarni olib, o'sha yerda o'z mahsulotlarini tayyorlashadimi? Xuddi shunday. Har tomonlama qulay, to'g'rimi? Sifatli pishiq. Unda nega O'zbekistonda unchalik ommalashmagan? Hozir tushuntirib beraman. Xuddi o'sha Yevropadan farqli ravishda. Hozirgi kunda biz birinchi navbatda buni qurilishga joriy qilishni boshlaganimizda shunday bir muammoga duch keldik. Bizda qurilish materiallari ishlab chiqariladi. Umuman olganda bazalt bizda O'zbekistonda unchalik keng tanilmagan. так широко известен у нас в Узбекистане. Chunki kompozit materiallar bu yaqindagina paydo bo'lgan innovatsiya. Yaqindagina. Yangi mahsulot. Yangi va innovatsion mahsulot. Shu ma'nodagi u bilan tanish bo'lganlar ham kam. Bugungi kunda oldimizda Rossiya bor, deymiz to'g'ri. Undan ham oldinroqda, masalan, Yevropa va Amerika.
и также Америка. Lekin bugungi kunda eng katta miqdordagi mahsulotni, ya'ni bazaltni yiliga 60 tonnadan ortig'ini Xitoy o'zlashtirmoqda. Xitoy bu fenomen. Buni o'zingiz tushunasiz. Ular haqiqatan ham ishlayapti, kelajakka qarayapti. Yevropada ham shunga o'xshash ishlab chiqarish korxonalari bormi? Nega ular 3000 kilometr naridan turib bu yerdan buyurtma qilishyapti? Aynan Jizzax viloyatidan buyurtma berishyapti. Bundaylar juda kam. Sirdaryo viloyatim, Jizzax viloyatim. Jizzax viloyat. Bunaqalar juda kam. Biznikiga o'xshash zavod Markaziy Osiyoda yagona. Men hozir sizga ishonch bilan ayta olamanki, biz butun dunyoda birinchi raqamli majmuamiz. Butun dunyodami? Albatta, aynan uzluksiz tola ishlab chiqaradigan zavodlar orasida Amerikada, Irlandiyada, Yevropada ham zavodlar bor edi. В Европе. Hozir Rossiyada ham bor, Xitoyda ham mavjud. Lekin Xitoy o'z zavodlari mahsulotini eksport qilmaydi. Ya'ni ular mahsulotni o'zlari iste'mol qilishadi. Ichki bozorlarda Внутреннем рынке, да. biz Xitoydagi zavodda bo'lganmiz. Ularda sotish bilan bog'liq muammo yo'q. Ular ishlab chiqarishi bilan darhol tayyor mijozlar kelishadi. O'zbekiston ulardan qanday tajribalarni o'zlashtirishi mumkinligi masalasiga to'xtalsak. То есть, что Узбекистан может перенять? Masalan, yo'l qoplamalari bazalt yo'llarni ma'lum darajada mustahkam va sifatliroq qiladi. Yana nimalar bor? Masalan, bizda fibra betonni armaturalaydi. Yevropa uchun eng asosiy omil bu mahsulotning ekologik jihatdan tozaligi. Это экологически чистый продукт. Ekologik tozalik. Bu yerda O'zbekistonda esa ochiqni aytganda buni qadrlashmaydi. Yevropada bo'lsa buni kuzatib borishadi va qadrlashadi. А в Европе следят за этим и ценят то, что это Chunki uning deyarli 97% tabiiy mahsulot hisoblanadi. продукт, да. Тут Ushbu zavod atrofida klaster tashkil qildik. кластер. Hozirda bunday klasterlardan deyarli 7 ta bor. 7 таких Yana u yerda sement zavodi quryapmiz. Mineral paxta ishlab chiqarishni yo'lga qo'yganimizga 2 yil bo'lyapti. Yana 3-chisi ham, 4-chisi ham bo'ladi. Bitim zavod allaqachon qurilgan. Yaqinda ishga tushiramiz. Bu yerda hammasi bir majmua bo'ladi. комплекта. Kelgusi yilda ishlab chiqishni rejalashtirayotgan bazalt matolarimiz ham bor. Bu karbon shundaymi? Ha, u ba'zi ko'rsatkichlar bo'yicha karbondan ortda qoladi. Chunki uglerod tolasi hozirgi kunda eng qimmat hisoblanadi. Lekin ba'zi jihatlari bo'yicha bizning mahsulotimiz ko'rsatkichlari pastroq bo'lsa ham raqobatbardosh. U ham nisbatan arzon va ayni paytda o'z samaradorligini namoyish kelmoqda. Anavi yerda tola ishlab chiqaradigan yangi zavod bor. Tola Va matolar. tushunarli matolar. U yerda katta ombor qurilayotganini ham ko'rdim. Qo'shni hududda Да, склад это... Ha, bu paxta uchun mo'ljallangan. paxta uchunmi? Texnoparkmi? Texnopark. Noyabr oyining o'rtalarida paxta ishlab chiqarish bo'yicha 2-liniyani ishga tushiramiz. 3-liniyani ham ishga tushirish rejalashtirilgan. Shuning uchun ham hozir ularni saqlash uchun katta omborxona quryapmiz. Хранить. Bu yerga birgina sement zavodining o'ziga kamida 50-100 ta mashina kerak bo'ladi. Mana bu yerga esa vaqti bilan mashina kelib turadi. Hozir o'zimizda ham bor. Mana shu Jizzaxda joylashgan. Жизаки. Solyarka, yonilg'i, moylash materiallari ham kerak. Смазочные материалы. Shu sababli maxsus texnopark quryapmiz. Bu klasterda taxminan 2000 kishi ishlaydi. 2000 человек. Aytdim-ku, bu yerdan 17 kilometr narida yordamchi xo'jaligimiz bor. U yerda go'sht, sut bor, Молоко, kartoshka, boshqa narsalarni hammasini o'zimiz yetishtiramiz. Bizda Jizzaxda sovutgich ham bor. холодильник. Sovutgichga solamiz, keyin olib kelamiz va tarqatamiz. Muxbir keldida shu aytdiki, bulardan bir so'mam tashqariga ketmaydi. Hammasi mana shuni ichida o'zini ichida. Yeydirgani ham, puli ham, mana oylig'i ham, boshqasi ham hammasi shu yerni o'zlari tayyorlaydi. Xushuf aytdi-da, Xushuf. O'zi tayyorlaydi, mana shu yerda o'zi yeydi hammasini. Так что мы оттуда производим и бесплатное питание. 2000. Kelgusi bir necha yil uchun rejalaringiz qanday? Ko'rib turganingizdek, biz bu biznesni 6 yil oldin boshlaganmiz. Бизнес 6 лет назад. 2017-yilda faqat bitta bazalt zavodi bor edi. Hozir esa o'zingiz ko'rib turganingizdek 8-10 ta zavodimiz, 8-9 ta ishlab chiqarishimiz bor. Strategiyamiz barcha yo'nalishlarni qamrab olishdan iborat. Управлении То есть вы не Demak, siz nafaqat bazalt ishlab chiqarasiz, balki unga qo'shimcha mahsulotlarni o'zingiz tayyorlaysizmi? Ha, shunday. Biznes nuqtai nazaridan bu qulayroqmi? Aytyapman-ku, biz hozir kamida bazalt bo'yicha birinchi raqamli kompaniyamiz. Kamida mustaqil davlatlar hamdo'stligida Bunisi aniq.
Yevropaliklar bizning oldimizga kelib, hamkorimiz bo'lishni taklif qilishyapti va bularning barchasi ular orqali bo'lishni xohlashyapti. Lekin bizning strategiyamiz boshqacha, o'zimizning qarashimiz mavjud. Biz aynan mana shu Bazalt O'zbekiston brendi butun dunyoda mashhur bo'lishni xohlaymiz. Ular esa barchasi ular orqali bo'lishini xohlashadi. Biz buni xohlamaymiz. Они хотят, чтобы через их там бренды. А мы этого не хотим.